Marshall sahib do'stim televizionni, oynani boshqarish uchun Amerikadan meni chaqirib oldilar-da, shu televizionga boshliq qilib tayinladilar. O'sha paytda, o'sha birinchi kun men borgandan Halilyor sahib o'sha televizionda mushovir bo'lib ish boshladilar. Halilyor sahib shu ish davomida o'zlarini tajribalarini men 20 yildan keyin Afg'onistonga qaytib borgan bir insonga doim o'rtoqlashdilar. Tajribalari shundan iborat ediki, urush zamonida va undan keyin Afg'onistondagi o'sha to's-to'polonlar davomida bu kishi orttirgan tajribalari mendek bir inson Yevropadan borgan bir kishiga deylik juda asqotdi. Ya'ni juda foydali tomon bo'ldi. Mana masalan deylik, shulardan bitta misol qilib aytsam, biz televizionga me'yoriy shaklda programmalarni joylashtirishga boshladik. Ammo urush davrida deylik, bu televizionda unday qoida aslan deylik o'sha standart qoida nazarda tutilmagan ekan. Kim nimani istasa o'shani nashr etish mumkin ekan. Kimdir bir yerda kuchli urush bo'lsa, bir yerda o'g'loq bo'lsa, men aytdim, Halilyor sahib, bu mumkin emas. Bu televizionni tuzatishimiz kerak desam, qarang, o'sha yaxshi maslahatlari Aroz sahib, sizni bu yerda bu odamlar uncha yaxshi tushunmaydi. Buni tushunish uchun zamon kerak. Keng mayli qisqartiramiz, ammo shularni ham qo'yib boramiz dedi. Kunlardan bir kun o'sha buyuklarimizni biri bilan deylik, Halilyor sahibning ham huzurida bir oz mushojira, mubohisalar yuz berdi. Mushojira mubohisadan chiqqanimizdan keyin Halilyor sahib menga aytdilarki, hozir siz tezlik bilan shu televizionni tark eting, uyingizga boring. Ha, tinchlikmi Halilyor sahib desam, siz boravering, keyin gaplashamiz. Ya'ni bu kishini men faqat deylik o'sha jurnalistik nuqtai nazarlarini emas, inson do'stlik nuqtai nazarlarini ham deylik tushunib yetgan edim o'shandaki, haqiqatan o'z hamkorlarini, o'z vatandoshlarini, o'z yurtdoshlarini shu darajada asrar edilarki, ya'ni ularga bir zarar yetmasin degan ma'noda. Keyin men chiqib televiziondan ketdim o'sha kuni, uyga bordim. Ammo haqiqatan keyin shu mushojira qilgan insonimiz meni izimdan televizionga kelgan ekan. U yerda balkim qattiqroq deylik mushojira bo'lishi mumkin edi, yoki deylik boshqa bir deylik kori hol yuz berishi mumkin edi. Shuni oldini olish uchun Halilyor sahib menga shunday bir mashvara berganlari hali ham esimdan chiqmaydi. Keyin biz televizionda ishlab yurgan paytimizda televizionimiz uncha boy emas edi. Ammo televizionimiz kuchli insonni televizioni edi. Ammo iqtisodiy nuqtai nazardan deylik beli baquvvat emas edi. Halilyor sahib bilan biz bitta motorni ishlatardik. Shu kishi har zamon deylik motorni ishlatayotgan bo'lsa, mana men qarang, mendan yoshlari ham katta va ulug' ham. Men hozir bir yerga borib kelaman, sizga motor kerak emasmi derdi. Va men ham xuddi shu narsani u kishiga aytardim, takrorlardim. Demak, o'sha bag'ri kengligi bu insonni bugun hammamizni deylik hurmat va ehtiromimizga sazovor bo'lib turibdilar. Hatto bugun deylik mana shu davramizda deylik shu Zoom yig'ilishimizda ishtirok etayotgan juda ko'p deylik yoshlarimiz Halilyor sahibning shogirdlari bo'lib chiqishi mumkin. Chunki Halilyor sahib bir umr mana shu jurnalizm, o'zbek jurnalizmi sohasida ishladilar va
shu ish davomida deylik g'ayri mustaqim shogird tarbiyaladilar. Ya'ni ish davomida deylik tarbiyalangan shogird ishdan tashqaridan ko'ra samimiyroq bo'lishga deylik men o'zim aminman va xuddi shunday bo'lib kelyapti ham. Shuning uchun bu buzruglarimizni o'zlaridan qoldirgan deylik boyliklaridan o'sha farzandlari bu kishini izini davom ettiryapti va yoshligidan aynan mana shu singlimiz Furuzon Halilyorni otalari shu sohaga olib kirdi, tarbiyaladi va bugunga qadar deylik tortinmasdan, bugunga qadar hech qanday deylik o'sha tavaqqufsiz, to'xtamasdan shu sohada davom ettiryaptilar. Har qanday Afg'oniston ichkarisida ham, mana Afg'onistondan tashqariga chiqqanimizdan keyin ham shu sohada bu kishini faoliyatini, shu o'zbek jurnalizmi sohasida bu kishini faoliyatini biz guvohi bo'lib kelyapmiz. Xuddi shunday deylik sohada ishlab kelayotgan boshqa ham singillarimiz, opalarimiz juda ko'p. Mana bittasi siz bizni qarshimizda turibdilar, doktor Najiba Ziyoyi. Haqiqatan sizni masalan olib borayotgan o'zbek jurnalizmi sohasidagi faoliyatingiz albatta tahsinga sazovor. Mana shu bizni hammamizni deylik mana shu bugunda shunday bir davraga yig'ilib turishimizga ham sabab bizni o'sha buyuklarimiz bo'ladi desak ikkilanmasdan deylik ha deyishimiz mumkin. Men avvalambor bu yig'ilishni tashkil etgan azizlarga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Qolaversa marhumning ruhiga duolarda bo'lamiz. U kishining farzandi, yaqinlari va do'stlariga Alloh taolodan sabr jamil tilaymiz, qayg'udoshlik bildiramiz. Halilyor sohib jisman bizdan uzoq bo'lsalar ham u kishi ma'nan biz bilan yashaydilar. Bizni deylik davramizda, bizni adabiyotimizda, bizni jurnalizmimizda u kishi abadil abad tirik qoladilar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. E'tiborlaringiz uchun rahmat.